yoqadida hamma narsa tekingina o'zini xotini uyda tayyor mana xizmatkor xotin bolaga ona hammasi bittada bo'lsa kimga yoqmaydi? Agar o'rgatmang o'shani, siz faqat xotin bo'lishga yarayman, nyankalik qilish qo'limdan kelmaydi, ovqat qilish qo'limdan kelmaydi deb o'rgatsangiz, eringizga ham Alloh o'shaning uchun ham beraveradi, u yetkazish kerak. Siz koroleva yashaysiz. Eng shirin oila ana shu. Так что ovqat qilishlarni o'rgandingiz, o'zingiz o'rganib qo'ying u qizga. O'rganish kerakmi ertadan keyin? Umuman o'rganish kerakmi? Bizni o'zimizni kulinariyada o'qib bitirgan birorta o'quvchingizni biz olamiz ishga. Ana. Bizga nima kerak? Buni ustidan sasib eri kelganda umuman qo'llari umuman yumshoq bo'lishi kerak. Erta qo'l tekkanda machalka bo'lishi kerak. Pichoq ushlagan qo'llar boshqacha. Malika pichoq ushlangan shunaqa qo'l. Ha, shunaqasi. Hashaydi. Ushlab ko'ringchi qo'lini. Hashaydi, yo'q. Xudoyim.